ko'rdingmi sen? 16 fasl. Bismillah. Tasavvuf ki zahiri va batiniy arkan. Tasavvufning zohiriy va botiniy ahkomi. जान ले कि तसव्वुफ के ज़ाहिरी अरकान 5 है। बिलिंग की तसव्वुफning ज़ाहिरी रुkunlari 5tadir. Xizmat, hurmat, xilvat, suhbat, javonmarlik. Nez batiniy arkan 5 है. Botiniy arkoni 5ta bo'ladi. Amal, ilm, hol, qalb, ma'rifat. और बाद सूफिया ने कहा कि तसव्वुफ का अव्वल हिस्सा इल्म है, औसत अमल आखिरी अता इलाही. बाद सूफियाlar aytadi ki tasavvufning avvalgi hissasi ilmdir, o'rtachasi amaldir, oxirgisi Xudoning atosidir, Xudoning ihsonidir. Bas ilm nomi है parda ujjani ka. Demak ilm deb turib parda ko'tarilishni aytiladi. Solikning murod zohir hujjani ka. Solikning murodi zohir bo'lishlikni aytiladi. Amal iyonati murod ki talabbar. Amal esa murodni talab qilishlikka yordam hisoblanadi. Ato ilohiy amalga anjom tak bo'njana hai. Ato ilohiy esa amalning oxirigacha yetib borish degani. Rohi haqqa sayr kanne vali bitin qism ki hai. Haq yo'lni sayr qiluvchi ham 3 qism bo'ladi. Ya'ni murid, talib, mutavassit, soir, muntahi, vasil bo'ladi. Oy. मुरीद का मर्तबा तो ये है कि मुजाहदा और रियाजत नफ्स खुशी लाज़िम पकड़े और हुज़ूर नफ्सानिया से बिल्कुल इज्तनाब करे. मुरीदning martabasi shuki u mujohada, riyozat va nafs kuchligini, nafsni o'ldirishni o'ziga lozim tutsin va nafsoniy huzurlarda, nafsoniy lazzatlardan bilkul ijtinob qilsin. Va bajuz zaruriy huquq bilkul alak rahe. Zaruriy haqlardan boshqasidan qochsin. Mutavassit ka maqom ye ki mutavassit maqom shuki talab maqsud में havulnak umur को ixtiyor करे. Maqsadni talab qilishda qo'rqinchli ishlarni ixtiyor qilsin. Va har hol sachchi talabga lihoza qiyin bo'lsa kerak, qiyin ravishda ishlar qilsin. Va har holda sachchi talabga lihoza ki sodiq talabni nima qilsin, mulohaza qilsin. Har maqomga adab bajalay, har maqomning adabni bajo qilsin. मुंतही का मकामी के होश इस्तिकामत में रहकर तामील हक अदा करे. ताकि वो अतांग दस्ते वफा जफा हर सूरत में यकसन हालत में रहे. मुंतही ने मकाम की होश व इस्तिकामत तुरब तामील हक अदा करे. हक न अमल का अशरशन हक न अदा कलसन. va qattiqlik, kengchilik, tanglik, tandaslik yoki bemalolchilik, vafo va jafoda har suratda ham bir xil holatda tursinki, iska kahana bu ka rahna barobar ho. Ya'ni uni ochligi ham, to'qligi ham bir xil bo'lsin. Och bo'lganda shikoyat bo'lib, to'qilganda nima qilmas. Xursand bo'lmas. Bedori xob yakson, xudud nafsoniy mutakkar faqat huquq robboniy rahjai. Bedorligida ham, uyqusida ham bir xil bo'lsin. Nafsoniy huzurlarni o'chirib yo'qotib, nafsoniy lazzatlarni o'chirib, faqat huquq robboniy qolsin. Va zohir xalqi sathu, zohirda xalq bilan birga bo'lsin, botin xoliq hisat, lekin botinda xoliq bilan bo'lsin. Ye sari holatin faxri olam sallallohu alayhi vasallam sahobasi manqul. Bu tamomiy holatlar Payg'ambar alayhisolamdan ham sahobalardan ham naql qilingan. Ki anjara bolani avval g'ori xiromi xalvat farmay. Hazrat Payg'ambar alayhisolam avval g'ori xiroda xilvat qildilar. Anjomkor maxluqga doibani. Ishning oxirida esa baribir maxluqga da'vatchi bo'ldilar. Argo xalq hisat mashg'ul nazar atiyati. Agarchi xalq bilan mashg'ul bo'lib turganga o'xshab ko'ringanlari bilan magar eklam haykali bi haq taolosiga juda annati. Lekin bir sekund ham Xudo taolodan juda bo'lmaganlar. Abki jalvat xalvat barobardi. Hazrat Payg'ambar alayhisolamning jalvatlari ham xalvatlari ham bir xil edi. Ahli tabiiy holat tamkinmi umar uzar. Ahlusi maylul unki andar bi ko'y asari. Ar tabiiy holat tamkinmi umar uzar bani. कि मखलूक से मेलजोल उनके अंदर भी कोई असर या ज़रर पैदा नहीं कर सका. अहलुस्बा हम holat tamkinda bo'lganlar ham. o'zgarmas holat bo'lgan ahlus-suhbat ham bo'ldi. Umaro zarabanniki maxluqi meljul unga andar bi ko'y asar. Umaro zarabani kim ahlujul unga andar tushunmadim. Maxluq bilan aralashish ham ularga hech qanday ta'sir yoki zarar paydo qilmadi. Shunday. Umaro zaron tushunmadim. Adab tasavvurga rukn azam.
tasavvufning odobining eng katta rukni. Adab tasavvuf rukni azam hai. Adab ya'ni qolgan. Adab tasavvufning eng katta ruknidir. Abu Abdullah ibn Khafif rahimahulloh aytadilarki, "Mujhe Uwaym rahmatulloh alayh ne nasihat ki ki sohibzoda apni amal ku namak ke misal banao." Ey o'g'lim degan ekan. Menga Uwaym aytdilar, "Ey o'g'lim, o'zini amalini tuzga o'xshagan qilgan. Ar adab ku misli ateki." Adabini esa unday qilgan. Ki ata asl g'izo hai. Ya'ni un asl g'izodir. Magar namak ke big'ayr kahana mushkil hai, lekin tuzsiz uni yeyish mumkin emas. इसी तरह अदब सुलूक के असल है आदाब हम सुलूक असलिdir मगर अमल उसके लिए लाजिम है कि ऊंच बाब अमल करे इसलिए कहा जाता है कि सारा तसव्वुफ बस अदब है मुशाज aytdilar ki tamom tasavvuf bas faqat odobdir deydi har vaqt va har martaba ki ek adab judo hai har vaqtning va har martabaning alohida o'zining odobi bor tasdisni adab ku lozim faqra u mardoni xudo ki martaba po'njga endi kimiki adabni lozim ushlasa u xudoning mardlarining martabasiga yetib boradi mardi xudolarning martabasiga yetib boradi va ju adab se mahrum raha u jahon qurbi yaqini hu vahan se bhi dur padeega degan endi qaysi odam adabdan mahrum bo'lsa u jahon qurbi yaqini hu vahan se bhi dur qurbi yaqiniylar bor yaqiniy qurbdan u ancha uzoq ketadi jahon qabuliyatga tavaqqu vahan bi mardud ban joyiga qabuliyatni umid qilinadigan joyda ham u mardud bo'lib ketadi endi yetdim degandek qiladi और यही मतलब है इस कौल का कि जो मनो ज्ञापन मानव से मुझे कि जो शख्स अदब से महरूम रहा वो हर किस्म की बिहलाई से महरूम रहा अदब तो महरूम बगैर हर कंदे या हसलीदा महरूम बोलते हैं अब तो मानव से हम शो अहल तसव्वुफ का रास्ता बड़ा खतरनाक है अहल तसव्वुफ ने और जुदा खतर लिखतर अंचा खतर लड़ पड़ी बोला अगर अदब जरा भी हाथ से जाता रहेगा खुसरान में आ जाएगा अगर अदब और गने बोल हम कुलदान छिपता खुसरान बुक़ाला इसीलिए सूफी इकराम दुनिया और मखलूक बल्कि नफ्स और अपने बीवी बच्चों की तरफ भी तवज्जो नहीं करते चुनके सूफी इकरामlar dunyoga maxluqga balki nafslar o'zlariga ham balki o'zlarini xotin bola chaqalariga ham tavajjuh qilmasdi chunki agar unga xayol करेंगे तो रगबत पैदा होगी chunki ularga biz ularni o'ylasak rag'bat paydo bo'lib qoladi ularga endi jab mosivoy Alloh ki rag'bat hoy to bahila unki se mahrum rajay odam xudodan boshqaga rag'bat qilgandan keyin yaxshilikdan mahrum bo'lib qoladi tasavvuf ki ahl sufiya kun hai tasavvuf nimayu सूफीlar की हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया हजरत जुनैद ने फरमाया कि रहमतुल्लाह अलैह सूफिया कौन है सूफिया किमद आपने फरमाया कि एक ग्रोह है जिसका हक अल्लाह ने सारे मखलूक पर बरगुज़ीदा बनाया उक्षेत करने के लिए उलर bir guruhdir ularning haqda Alloh tamom mahluqlarni ustidan saylab olgan कि मख्फी रखता है मख्फी tutadi ularni तब भी उनको दोस्त रखता है और ज़ाहिर फरमाते तब भी दोस्त रखता है ularni maxfiy qilsa ham do'st tutadi zohir qilganda ham do'st tutadi baribir kim aytyapti ular maxfiy bo'lsa ham do'st xudoga zohir bo'lsa ham xudoning do'sti baribir degan ekan hop ibn ato rahmatullohi alayhi bu savol किया गया कि tasavvuf किस चीज का नाम है tasavvuf nimani nomi o'zi deyilganda तो आपने फरमाया कि tabiat की pokizagi है tabiatning pokizaligidir कि inson में छुपे रहते हो insonda yashirinib turadi और xush axloqiy है xush axloqlidir ki zohir insonga huyi है u insonni zohirini o'rab turgan bo'ladi ya'ni inson ichida yashirinib turgan tabiatini pokligi va inson tashqarisida insonni o'rab turgan axloqini go'zalligi degan ekanda ar Uvaym rahmatullohi alayhi ने जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत जुनैद हजरत उवैम सोराबlar कि सूफी की सिफत ज़ाती क्या है सूफी ने ज़ाती सिफत न मौजूद है तो आपने फरमाया कि बचवाए अब मोहम्मद ज़ाहिर को लो बस पर ज़ाती मत पूछो बिचवाए अब मोहम्मद ज़ाहिर को लो सिफत ज़ाती मत पूछो chayon chaqsin degan ekanda o'sha chayon chaqsin Abu Muhammad zohirni olaver sifat zotini so'rama degan ekan o'sha magar jab उन्होंने ज़्यादा इसरार किया तो फरमाया कि o'sha oyog'ini tirab turavergandan keyin aytgan ekanki u esa guruh ular shunday guruh bo'ladiki jiska haq taoloning ma'iyat hosil ularga xudo bilan birga bo'lish hosil bo'ladi unga ma'iyat haqiqat ku bajuz haq taologa qo'yini janta ularning ma'iyatining haqiqatini ma'iyat qay darajada ma'iyati bor ularda xudo bilan
uni Xudodan boshqa hech kim bilmaydi degan. Al-Suhayl Tustari farmayki, tasavvuf nomi Xudo taolo के साथ होने के tasavvuf degani Xudo bilan birga bo'lish degani. Magar इस तरह की इस माiyat के वजह से हक taolo को ही नहीं जा सकते. लेकिन o'sha birgaligi shunaqangi ki Xudodan boshqa bilmaydi uni kayfiyatini, birgaligi. Sufiya के axloq, sufilarning axloqi. Sufiya के axloq ये है बुर्दबारी, तवाज़ु, खैरख़्वाही, शफ़क़त, ईज़ा का बर्दाश्त करना. सूफियाना अखलाक की sabirlilik, tavozu, xayrxohlik, shafqat, अज़ियत की शिदत, नरमी, मुलायमlik, ihson और दूसरों के नफ्स को अपने नफ्स के पर दर्जा देना, boshqalarning manfaatini o'zining nafsining manfaatidan ustun ko'rish. Xizmat, ulfat, bashoshat, tabassum, karam, joh, mol ko xayr bot ka dena, joh bilan mol bilan xayrlashish, kechib borishmoqchida. Muruvvat, mardonagi, muhabbat, saxovat, afu, sulh, saxo, vafo, hayot, talattuf, hans, mukuna, kulish degani. Sakina, vaqor, duo, sano, xushxulqlik, अपने आप को छूता समझना उधर किसने सनाश अपने बहाई को तौक़ीद करना दोस्तलारन उलूलाश मशाइख की अज़मत रखना मशाइखलार का ताज़म क़िलिश छूतुम पर मेहरबानी करना किचनलार का मेहरबानी क़िलिश दूसरों के ihson को बड़ा उधर boshqalarning yaxshiligini katta अपने ihson को कम समझना उधर ihson नहीं से कम दब सनाश दिया. सुहैल तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने सवाल किया कि खुशखुल्क़ी क्या है. उखिदान सोराश्त खुशखुल्क़lik nima deb. तो आपने फरमाया कि adno daraja खुशखुल्क़iga ki xushxulqlikning eng adno darajasi shuki, izo bardosh kari, aziyatga chidasin, intiqomga iroda nakari, o'ch olishni xohlamasin, zolim par tars kahay, zolimga rahmi kelsin, इसके लिए दुआ करे, u uchun duo qilsin ki उसको जुल्म से बाज आने की तौफीक नसीब हो, buni zulmdan qaytishga tawfiq nasib bo'lsa deb duo qilsin. Hazrat Ibn Muborak rahmatullohi alayhi farmaya ki husnul xulq shoda ruh, has mukrahna, husnul xulq degani shoda ruh, yuzi ochiq va tabassumli bo'lish degani. Kishiga izo napo'nchani, birovga aziyat yetkazmaslik, kamol daraja baxshish kanna, kamol darajasi shuki kechirib yuborish kerak. Ma'rifat hidoyat haq taolo tarafga. Ma'rifat degani Xudo taolo tarafidan bo'lgan hidoyatdir. Iski ikki qismi bo'ladi. Ek istidloli, dum shuhudi. Bittasi istidloli bo'ladi, ikkinchisi shuhudi bo'ladi. Istidloli ki dunyo ki chizon ki dekkar vojib bil vujud tak rasate hai. Istidloli shunday bo'ladiki, dunyodagi narsalarni ko'rib vojibul vujudga yetib boradi. Chunonchi Haq taolo aytadiki, sanurihim ayatina fil afaq va fi anfusihim deydi. Anqarib unku dikaunga apni qudrat ki nishoni. Anqarib yaqinda biz ko'rsatamiz unga o'zimizni qudratimizni nishonalarini. Atrofi zamin osmonmi, yer osmon atrofida va xud unku nafsumi, o'zlarining nafslarida ham. ये दरजा उलमा रासिखीन के bu daraja olim rosikhlarniki nishoniyun se unga Xoliq taraf rosta paते हैं. Ular nishonalarni ko'rib Xoliq tarafiga yo'l topadilar. Adar haqiqat ये मारिफत उनका हासिल होती है जिस पर कुछ g'aybiy umur का kashf हो चुका है. Haqiqatda bu ma'rifat ham ba'zi bir g'aybiy narsalar, ishlar, ba'zi bir g'aybiy ishlar ularga kashf bo'lib ochilgan odamlarda bo'ladi ba'zi ham. Bir naviy ularda ba'zi kashf bo'ladi. Ki ashyo zohiri botini do'non se vujud pok bir istilol qoyim qilsaki ular zohiri va botini ikkov narsalardan ham pok vujudga istilol qiladi ular. Vojibul vujudga istilol qiladi, qoyim qiladi. Chunki Haq taoloning jiz taraf olami zohir ko ma'rifat ko dalil banay, olam botin ko isi dalil ma'rifat banne ke paydo farmaydi. Haq taolo zohiriy olamni o'zini ma'rifatiga dalil qilganidek, botiniy olamni ham xuddi shunday ma'rifatga dalil qilib bo'lishligi uchun yaratgan. पस जो शख्स फकत आलम ज़ाहिर से इस्तेज़ार कर सके आलम बातिन से नहीं कर सके इस्लाम नाक़िस है. बस bir odamki ki faqat zohirni o'zidan istidlol qilsa, botiniy olamdan ham dalil keltira olmasa, uni istidlol noqis bo'lib qoladi. Masalan nafs ki इसकी एक तरफ ज़ाहिर, buni bir taraf zohir, दूसरे बातिन, ikincisi botinda baribir. Pes जो शख्स ज़ाहिर nafs से istidlol करे या botin nafs से narsa ki masalan bir odam nafsini zohirdan dalil keltira olsa yo'q, botini nafsidan dalil keltira olmasa, uni dalil duni shiqmi notamom rahe. Uni dalil ikkov tarafda ham notamom bo'lib qoladi, nomukammal bo'lib qoladi. Balki botin nafsmi bekor muattal rahe, balki botini nafsda u bekor muattal bo'lib qoladi. Bu dalil jismi ta'attul hu voqimi dalil hi ne. Endi bir dalilki bekor dalil bo'lsa, unda dalil haqiqatda u dalil bo'lmay qoladi. Agarchi zohir nafsi har ek istidlol ho sakte. Masalan, agarchi nafsini zohirdan har kim ham dalil keltira oladi. Bas चाहे कि ज़ाहिर से तो दलील लावे और आखिर मुहज़्ज़ब बनाने में कोशिश करे ताकि आलम मलकुत में इस पर खोल जाए. बस लाज़मी कि ज़ाहिरdan dalil keltirsin.
Ha? Ya'ni axloqni muhazzab qilsin-da. Dalili shu endi. Ki ko'shish qilsinki toki malakut olami ham unga keyin ochilsin. Hazrat sallallohu alayhi vasallam farmayki agar bani odam ki qalbga girdi shayton nagumchi to bani odam malakut samot min nazar kardi. Bani odamni qalbini atrofida agar shayton aylanmasa edi, bani odam malakut samotni malakut samotlarni ham ko'rardi degan. Bas خوب समझ बस बिलिंग की जिसका बातन नूर मारिफत मुशाहदा से मफ्तूह मुनव्वर नहीं हुआ वो अंधा है. Endi bir odam demak bir kishining botini ma'rifat nuri bilan mushohadasi bilan ochilgan bo'lmasa, munavvar bo'lmasa, u ko'zi ko'r bo'ladi. Agarchi uski zohiriy duni anki ko'li, agarchi uni ikki zohiriy ko'zi ochiq turgan bo'lsa ham. Chunonchi Alloh taolo aytadiki, "Man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Qaysi odam dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'zi ko'r bo'ladi, balki ziyoda gumrohroq bo'ladi. Tajjush g'ayr mufid kamun में मशगूल हुआ तो तौफीक इलाही उसके तौफीक नहीं रहे. बस कैसा आदम गैर मुफीद कामों में मशगूल हुआ foydasiz ishlarga mashg'ul bo'lsa, tavfiq ilohiy उसको tavfiq नहीं रहे. Tavfiq ilohiy unga tavfiq bo'lmay qoldi endi. Ma'rifat ilohiy उसको nasib में नहीं. उन ma'rifat ilohiy unning nasibasida yo'q ekan. Chunki u huzur nafsning kamarbasta, chunki u nafsining oromiga, nafsining nasibalariga u kamarbasta bo'lib qoldi. इसलिए हक ताला ने उसको दूर डाल दिया. उशान अल्लाह ताला उन उज़ाक़ तशव्वुर और अपने अवसाफ कदीमा की मुशाहदत महरूम बना दी. o'zini qadimiy sifatlarini mushohada qilishdan odamni mahrum qilib qo'yadi. Do'stlar, qism ma'rifat shuhudi badihi. Endi ikkinchi qismdagi ma'rifat u shuhudi badihiydir. Ki fikr ke beg'ayr pehlihi nazar में hosil होते. Hech qanday fikrsiz birinchi nazarda hosil bo'ladi. Chunonchi Haq taolo aytadiki, अवलम यकफी बिरब्बिक अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद. क्या तेरा रब काफी नहीं कि वो हर चीज पर शाहिद है. अल्लाह ताला ने हर नफे का शाहिदlik से किफाया qilmaydimi? ये दर्जा अहल मुशाहदा सिद्दीक़ीन की मारिफत का है. वो सिद्दीक़larni अहल मुशाहदाlarni ma'rifatini darajasi bu. इसमें आसार कुदरत के बातिन से अशिया पर इस्लाल होता है. Bunda आसार va qudratlarni botinidan narsalarga istilol qiladi. चुनांच बाज़ मशान फरमाए कि हर चीज़ से पहले मैं हक ताला को देखा है. चुनांच पर मशाहद करने का कि हर नस्ल आलम में खुदा को रमन दिया. इस मारिफत का नाम यकीन और ihsan है. मनाशी मारिफत का नाम यकीन. शुन्ने के ihsan के अशिया के इल्म खालिक से हासिल करते हैं. अशियाlarni खुदाdan हासिल. Oldin xudoni bilar ki ashiyoni biladi bu. Nariga avval ashiyoni bilib xudoni ko'radi. Naki xoliqga ilm ashiyoy maxluqsa, xoliqni maxluq narsalardan bilish emas, u xoliq bilan keyin narsalarni biladi. मरवी के हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही आया कि दाऊद जानते भी हो मेरी मारिफत क्या है. रवायत करने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वही कि दाऊद बिलसम मिन मारिफत मिनमा. उन्होंने अर्ज़ किया कि ए रब नहीं जानता शायद रब बिलमीमन. हुक्म हुआ कि वो खालिक की हयात है, वो खालिक ने हयात हो. हमारे मुशाहदे बिज़न मुशाहदा में तो बिज़न कोशिश दिया नो. अहमद बिन आसिम अंताकी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि मुझे किसी पर रश नहीं आता बजाय उसके मैं हिच बरोगर aşk qilmayman. Faqat bitta odamga aşk qilamanki, जिसने अपनी रब की मारिफत हासिल कर ली, o'zining robbisiga ma'rifat hosil qilgan bo'lsa, xudosini tanigan bo'lsa aşk qilaman. Al meri kamal daraja xohishiki, meni komil darajadagi xohishim shuki, jab tak orifin muhibbin ki ma'rifat mushku hosil na ho, maut na ay. To muariflarning, muhiblarning ma'rifati menga hosil bo'lmaguncha o'lib kelmasin menga deyman. Men ma'rifat tasdiqga tamanno merahtam. Shu ma'rifat va tasdiqni tamannosida turaman men. Ma'rifat tasdiq haqiqiy tasdiq menda hosil bo'lsa. Ma'rifati bori taolo के बारे में सूफिया के अक़वाल. अल्लाह ताला ने मारिफत बारस्ते सूफियानी कौलर. वासिती ने फरमाया कि मारिफत इसका नाम है कि अपने हिस्से से मुशाहदा हो जाए. इल्म इसका नाम है कि खबर से हासिल हो. मारिफत यानी कि उसने हिस्से बिला मुशाहदा qilsin. Ilm shuki u xabar bilan hosil bo'lsin. Xabar bilan hosil bo'lgan ilm, mushohada bilan hosil bo'lgan ma'rifat bo'ladi. मारिफत कहते हैं बात कहते हैं कि मारिफत इस इल्म का नाम है जो गफलत के बाद हासिल हो. इसी वजह से हक ताला पर मारिफत इतला नहीं हो सकता. बाज़ रहता है कि मारिफत degani g'aflatdan keyin hosil bo'lgan ilm deydi. Oldin bilmagan keyin bilib qolgan. Oldin bilmay keyin bilish totini ma'rifat deydi degan. Mana shu sababdan Haq taologa ma'rifatni itloq qilib bo'lmaydi. Xudoni orif deyilmaydi. Oldin bilmay keyin bilgan emas-da. Mana उसको orif कहते हैं, uni orif deyilmaydi. Chunki u azal abad में ilm qadim से olim थे. Chunki u azal va abad तो ilm qadim bilan olim bo'lgan. G'aflat का वाहन वजूद ही नहीं है. तो गफलत तो वजूद ही yo'q. Tustari rahmatullohi alayhi फरमाते हैं कि orif का रास्ता ये है कि orifning yo'li shuki
Apni nafs qilgandagi o'zi pok karki o'zini nafsini iflosliklardan pok qilib avomir navohiga pobandi apni o'par lozim kari avomir navohiga amal qilishni o'ziga lozim qilsin. Sunnatga puri iqtido, odobga puri rioya raki. Sunnatga mukammal iqtido qilsin, odobga mukammal rioya qilsinki qaskarli. Sof sutri nafsga borgan ilohiga muqarrab banay. O'zini keyin nafsini sof sutra qilib, top-toza qilib, bargohi ilohiga muqarrab qilsin, yaqinlashtirsin. Ibn Ato rahmatullohi alayhi farmadagi Alloh taolo esa muomala rakiki Xudoy taolo bilan shunday muomala qilsinki, जो कुछ इनाम इनायतें उसको पहले हो चुके हैं. खुदा ताला में हिंदी मामला कि जो कुछ इनाम इनायतें उनके पहले हो चुके हैं. Tushunmadim. Uning inomlari, ba'zi inomlar va inoyatlari avval o'zi bo'lgan edi. Unga tafakkur qilishdan Xudoning o'ziga bo'lgan bunga bo'lgan inom inoyatlarini eslasin degan gap ekan. Shunchalik tushundim. Xudo bilan shunday muomala qilsinki, Xudoning bunga bergan inom inoyatlarini eslasin. Unga tafakkur qilsa, keyin suvda yurish, havoda uchish ham unga ajab bo'lmay qoladi. Chunki Haq taolo har ishida shunaqangi ajib narsalar bunga berganki, undan ziyoda ajibi yo'q. Suvda yurishdan bir ajab narsalar bor. Shibli rahmatullohi alayhi पूछा कि मारिफत क्या चीज है, मारिफत nima narsa deb so'rashibdi. आपने जवाब दिया कि जब तू हक ताला से ऐसा मामला रखे कि ना अपने अमल पर नजर करे ना मासिवा अल्लाह पर निगाह डाले, ऐसे अल्लाह ताला bilan shunday muomala qilasanki na o'zing amalinga qaraysan na Alloh taolodan boshqa nigoh qilasan. To isbat komil ma'rifat bence o'sha yerda keyin komil ma'rifat bo'ladi. Mashoyih फरमाया कि आखिरत में हक ताला के दीदार ऐसा ही होगा जैसा कि दुनिया में मारिफत के यहाँ mashoyihlar aytadiki, oxiratda Haq taoloning didori shunday bo'ladiki, go'yo dunyoda ma'rifat bo'lganidek. Yahon dunyo mizot pok vujudi haqqi kun ka ihota hosilni. Masalan, bu yerda Alloh taoloning zoti pokini, vujudini kunhini ihota qilish mumkin, hosil qilolmaydi-ku. Chunki Haq taolo atrofi javoni va haddu tanohidan munazzah. Chunki Alloh taolo atrofi javondan haddu tanohidan munazzahdir. Izi tar oxirat में ru'yat bila ihota zot hosil ho'ya. Xuddi shunday oxiratda ham ru'yat bilo zotni ihota qilmasdan hosil bo'ladi u ham baribir. Idrok kun ki ma'lum sannik nohi. Idrok degani kunni ma'lum qilish degani idrok degani. Esi o'shancha Alloh taolo aytadiki, la tudrikul absor degan. Ko'zlar baribir uni kunni ma'lum qila olmaydi degani u. Ko'rmaydi degani emas uni. Ko'raveradi, lekin baribir absor nima qila olmaydi deganda. Haligi nima deganlar-ku, haligi la tudrikul absor va huwa yudrikul absorda. Huwa latiful khabir-ku. Uni ko'zlar idrok qila olmaydi, lekin nimalarda idrok qilaveradi, ko'zlar idrok qilaveradi. Chunki u latif va xabirda u. Juda daqiq. U latifligi uchun ko'zlar idrok qila olmaydi, xabirligi uchun hammasini idrok qilaveradi ko'zlar degani. Latif bunisi, xabir bunisi. Mashoyihlar aytadiki, जिसको मारिफत इलाही हासिल नहीं हो, इसका वाजिब है कि चुप रहे. Endi kimda ma'rifat ilohiy hosil bo'lmagan bo'lsa, u jim turish vojib degan ekan. Mabodo xilof adab kalima navoqit sabab zabon silan ekanjay. Toki odobga xilof bo'lgan kalima bilmaganligi sababidan og'zidan chiqib ketmasligi uchun. Jisko ma'rifat hosil bo'lgan is par xud bahud sukut lozim ajadi. Endi haqiqiy ma'rifat hosil bo'lsa, o'zidan o'zi sukut bo'lib qoladi o'zi. Xohlamasa ham कि बेकैफ ज़ात के कुछ हाल ही बयान नहीं कर सकते क्योंकि बेकैफ bo'lgan zotni holini hech qanaqasi aytib bera olmaydi-ku. इसी से mashoyih qavul है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसकी ज़बान गुम हो गई. Shuning mashoyihlar aytgan ekanki, qiyasa kishi Robbisini tanigan bo'lsa zaboni gung bo'lib qoladi degan. Ba'zi mashoyihlar kefili bo'yicha ma'rifatga maqsadga aytib, uning farmoyi Xudo taologa sot ho'na. Ma'rifatdan maqsad nima o'zi? Tanishdan maqsadda Xudo bilan birga bo'lish degan maqsad. Hazrat Siddiq radhiyallohu anhu farmadiki, sunlu biling eshit dedi. Jinsni Haq taolo ke pehchan liya, kimiki Haq taoloni tanisa, उसको faqa vahshat hargiz na pahunchaydi. Unga ochlik, vahshat degan narsa hargiz yetmaydi. Ishligi u har dam Xudo taologa sotadi, chunki u har doim Xudo bilan birgadir. Ismi mahbub, Xudoga mahbub bo'lib ketgan bu. Ba'zi sufiylar farmayki, orif is shaxsga कहते ba'zi sufiylar aytadiki, orif shuni aytadilarki, jiski dil par ma'lum haqiqiy
jalla shanuhu ulum paydarpay voridhu. Unga haqiqiy ma'lum bo'lgan zot, ya'ni Alloh taoloning ilmlari paydarpay unga vorid bo'lib turaveradi. Orif shu. Eski g'aflating bilkul zoil ho'jang, uni bilkul g'aflatda zoil bo'lib ketgan bo'ladi. Uni o'limga osor alomat isbar zohir hunilagan. Bizda o'sha ilmlarning osorlari, alomatlari unda zohir bo'la boshlaydi. Hazrat Umar roziyallohu ta'ala anhuni marviyga Hazrat sallallohu alayhi vasallam farmonga har chizga ma'dan ho'te, har narsani ma'dani bo'ladi. Taqvoga ma'dan sohib ma'rifatga dilihi. Taqvoning ma'dani esa ma'rifat sohibining dilidir. Isi vajhsi unka nom orif rakahi. O'shancha uning nomini orif deb qo'yilganki, ma'danga taraf unka ma'rifatning g'ayri mahdudhi. U ma'danga o'xshab, uning ma'rifatlari ham chegarasi bo'lmaydi.